Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugungi xabarlar. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Yulduz Ibragimova Usmonova 1963-yil 12-dekabrda Marg'ilonda bo'lgan. O'zbek estrada xonandasi, bastakor. O'zbekiston 1995, Qoraqalpog'iston 2000, xalq artisti. Toshkent konservatoriyasini tugatgan. 1988-yil o'zi qo'shiqchiligiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Usmonova ijodi xonandalik va aktyorlik san'atining ommabopiligi va jo'shqinlikka ko'tarilgan badiiy izlanuvchanlik har bir qo'shiq talqinida musiqa va sahna vositalarining yorqinligi bilan ajralib turadi. Repertuarda o'rin olgan aksariyat qo'shiqlari so'zi va musiqasi muallifi. Xalq kuy, ohang andozlarini ijodiy qo'llash orqali vatanparvarlik ruhidagi jo'shqin monolog Muhammad Yusuf va boshqalarning she'rlari asosida o'ziga xos da'vat qo'shiqlari yaratdi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston an'analarida lirik nastarin olov yonar yuragimda qizil olma hajviy nozanin nozimam Buxorodan kuyov keldi lirik dramatik onaizor g'iybat bo'hton o'ldirdi shoh gado otajon Allohim Muhammad Yusufga qo'shiqlar bir qator xorij va qardosh xalqlar estrada qo'shiqlari jumladan Ya Habibi arabcha, Dunyo turkcha, Parvardigor forscha mahorat bilan ijro etgan. Bolajon kinofilmida bosh qahramon rolini o'ynagan ko'pgina Timur Erkak, Bolajon, Olov qoridagi farishta, Tohir va Zuhra, Yangi talqin, Sarvinoz Muhammad sinovlari ikkinchi filmlarida rol ijro etgan. Temur xotin qo'shiqlar, Oshiqlar, Yolg'on dunyo kinofilmlari uchun qo'shiqlar ijro etgan. Bir necha xalqaro estrada tanlovlarida laureat Yurmag'a 1989, Olmaota 1991, Sharq qo'shiqlari qirolichasi unvoniga sazovor bo'lgan. 2000 Turkiya ijrolari 3 grammplastinka va 20 dan ortiq kompakt disklar yozilgan. Yevropa, Osiyo, Amerika, Shimoliy Afrika mamlakatlari gastrollarida bo'lgan.